Surxondaryo viloyati hokimi Ulug'bek Qosimov Termiz shahrida sport infratuzilmasini rivojlantirish, kasbiy ta'lim sifatini oshirish, xavfsiz hudud tamoyilini joriy etish hamda Surxondaryo Xitoy investitsiya forumiga tayyorgarlik ishlarining borishini o'rgandi. Mas'ullarning hisobot va axborotlarini tinglab belgilangan vazifalar ijrosi yuzasidan ko'rsatmalar berdi. Dastlab xalqaro talablar asosida ta'mirlanib, zamonaviy sport jihozlari bilan ta'minlangan Surxon Arena sport majmuasidagi ishlar ko'zdan kechirildi. Futbol maydoni gazonining holati tanqidiy o'rganilib, uni parvarishlash, sug'orish va agrotexnik tadbirlarni sifatli tashkil etishda kamchiliklarga yo'l qo'yilgani qayd etildi. Viloyat hokimi bunga e'tiroz bildirib, mas'ullarga nisbatan tegishli choralar ko'rish, malakali mutaxassislarni jalb etgan holda gazonni qisqa muddatda me'yoriy holatga keltirish bo'yicha topshiriq berdi. Shuningdek, Surxon futbol klubini malakali mutaxassislar bilan kuchaytirish, uni yetakchi jamoalar qatoriga olib chiqish hamda mahallalar va chekka qishloqlardagi iqtidorli yoshlarni aniqlab, klub tizimiga jalb etish vazifalari belgilandi. Keyingi manzil Termiz shahridagi yoshlar markazi bo'ldi. Bu yerda Yangi O'zbekiston bunyodkorlari kasbiy mahorat milliy tanlovining viloyat bosqichi g'oliblarini taqdirlash marosimi o'tkazildi. Shu yerda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi kasbiy ta'lim agentligi direktori Azimjon Husonov viloyat hokimiga kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha mavjud imkoniyatlar va amalga oshirilayotgan dasturlar yuzasidan axborot berdi. Jumladan texnikum va politexnikumlarni ta'mirlash, zamonaviy jihozlar bilan ta'minlash bo'yicha dasturlar, soha uchun yaratilgan imtiyoz va yengilliklar, shuningdek mehnat bozori talablariga mos kadrlar tayyorlash imkoniyatlari haqida ma'lumot taqdim etildi. Viloyatda kasbiy ta'lim muassasalarining moddiy texnika bazasini mustahkamlash, ta'lim sifatini oshirish va mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanish bo'yicha mas'ullarga tegishli vazifalar belgilandi. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori Nig'matulla Yo'ldoshev va viloyat hokimi Ulug'bek Qosimov rahbarligida Surxondaryoni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish, xavfsiz hudud tamoyilini joriy etish hamda yashirin iqtisodiyotga qarshi kurashish borasida amalga oshirilayotgan ishlar tahlil qilindi. Yig'ilishda kamchiliklarni bartaraf etish, belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash va ish samaradorligini oshirish bo'yicha mas'ullarga aniq vazifalar yuklatildi. Shundan so'ng viloyat hokimi joriy yilning 14-16 avgust kunlari viloyatda o'tkaziladigan Surxondaryo Xitoy investitsiya forumiga tayyorgarlik ishlarini o'rgandi. Termiz xalqaro savdo markazida forum doirasida o'tkaziladigan tadbirlar, mehmonlarni qabul qilish jarayonlari, investitsiya loyihalarining taqdimoti hamda xorijiy investorlar bilan rejalashtirilayotgan uchrashuvlar yuzasidan axborot berildi. Forumni yuqori saviyada o'tkazish, xorijiy investorlarga viloyatning investitsiya salohiyatini aniq va samarali taqdim etish, istiqbolli loyihalar bo'yicha aniq kelishuvlarga erishish yuzasidan mas'ullarga tegishli ko'rsatmalar berildi. O'rganishlar Termiz shahrida xavfsiz hudud tamoyili asosida belgilangan Abdulla Avloniy, Jayxun va Bo'ston mahallalarida davom etdi. Mahallalarda ko'p qavatli uylarni markazlashgan issiqlik ta'minoti bilan ta'minlash maqsadida qozonxona qurish, turar joylar va ularga tutash hududlarni obodonlashtirish hamda ta'mirlash, aholi uchun qulay va xavfsiz sharoit yaratish borasida amalga oshirilayotgan ishlar ko'zdan kechirildi. Viloyat hokimi mas'ullarga mahallalardagi ishlarni sifatli tashkil etish, aholi uchun qulay va xavfsiz sharoitlarni yaxshilash hamda belgilangan vazifalar ijrosini qat'iy nazoratga olish bo'yicha topshiriqlar berdi.